Aka o'zi Xitoyda chet ellik o'quvchi ishlay oladimi umuman olganda? Endi hamma ham emas, hammaga ham emas-da. Xitoyda o'zi aslida rasman talabalar uchun ishlash joiz emas. Lekin istisno holatlari bo'ladi. Bu degani siz agar bakalavriat o'qishgan bo'lsangiz, 3-4-kursda biror bir kompaniyaga amaliyot, stajirovka yo Xitoy tilida shisi qilib turib ishga kirsangiz bo'ladi. Agar magistraturaga o'qishga o'tgan bo'lsangiz, magistraturaning ikkinchi yilidan siz ham amaliyotga, internshipga bemalol topshirsangiz bo'ladi. Bu ishlarga nima kiradi desangiz, siz o'zingiz o'qib kelayotgan sohangiz bo'yicha kompaniyalarga borib ariza topshirasiz, ishlamoqchiman, qaramoqchiman siz, sizga ma'lum miqdorda ish berishadi. Shu darslardan ozod bo'lgan paytingizda borib ishlasangiz bo'ladi. Lekin bu bilan chegaralanib qolasizmi? Bo'ldi, boshqa biror bitta ish yo'qmi? Ayniqsa soqqali ishlarni so'raydigan talabalar ko'p. Eng to'pol soqqali ishlarga nima kiradi desangiz, albatta logistika, teaching, modellik, tarjimonlik va live stream. Bularning 5 tasi hammasi, ya'ni eng ko'p daromad olib keladigan va talabalar ishlashi mumkin bo'lgan sohalar. Lekin bularning hammasi to'liq ish faoliyatiga kiradigan bo'lgani uchun, agar sizga rasman har oy pul to'laydigan bo'lib, hisobingizga tushadigan bo'lsa va bundan universitet xabar topib qolsa, albatta sizni yo shtrafga soladi, yo o'qishdan haydab yuboradi, scholarship olib qo'yadi, yo deportatsiya qilishi ham mumkin. Lekin hech kim sizni tutib olmasa, bemalol ishlab yursangiz bo'ladi. Salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum.